Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и главное, не забудьте подписаться на канал. Ваша подписка мотивирует нас создавать еще больше интересного контента. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Vision Sprint kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan oddiy emas, balki ko'p yillardan beri sodiq haydovchilarni hayratda qoldiradigan, har doim ishonchlilik timsoli bo'lib kelgan mashinaning kelajakdagi talqinini ko'rib chiqamiz. Ha, bu Chevrolet Cobalt 2026. Lekin videoni oxiriga qadar ko'rishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Chunki agar videoni o'tkazib yuborsangiz, sizni hayratga soladigan, kelajakdagi avtomobil bozorida juda muhim bo'ladigan ma'lumotlarni boy berasiz. 2026 yilgi Cobalt bu shunchaki mashina emas. Bu Chevroletning butun yo'l yorugini o'zgartiradigan yangi avlod loyihasi. Dastlab qaraganda klassik Cobaltga o'xshab ko'rinsa-da, undagi har bir chiziq, har bir burchak, har bir texnologiya yangi falsafa bilan yaratilgan. Nima deb o'ylaysiz? Chevrolet oddiy, past sarfli sedanni shunchaki yangilab qo'yadimi? Albatta yo'q. Aynan shu sababli videoni oxirigacha ko'ring, chunki agar o'tkazib yuborsangiz, kelajakdagi Cobalt haqidagi eng qiziq sirlarni o'tkazib yuborasiz. Keling, avvalo dizaynga nazar tashlaymiz. 2026 Cobalt oldingi modellardan butunlay farq qiladi. Yangi LED optikasi, qayta ishlangan radiator panjarasi, silliq aerodinamik chiziqlar. Ko'rinishidan u hali ham Cobalt, ammo shu bilan birga butunlay yangi avlod vakili. Faralar ichidagi yoritish algoritmi yo'l sharoitiga mos ravishda o'zgaradi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, faralar o'zi fikrlaydi. Agar videoni shu yerda to'xtatsangiz, juda muhim texnologiyani tushunmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun davom eting. Endi esa eng qiziqarli qism ichki makon. Chevrolet 2026 Cobalt salonini butunlay qayta yaratdi. Raqamli panel, kattalashtirilgan infotainment tizimi, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi endi yanada tezroq, yanada aniqroq ishlaydi. Haydovchi o'rindigining ergonomikasi shunaqa yaratilganki, uzoq yo'l bosganingizda ham charchoq sezilmaysiz. Materiallar sifati esa siz o'ylagandan yuqori. Lekin eng qiziq joyi xavfsizlik tizimlari. Agar videoni o'tkazib yuborsangiz, aynan shu xavfsizlik funksiyasining hayotingizni qutqarishi mumkinligini tushunmay qolishingiz mumkin. Yangi Cobalt 2026 avtonom yordam tizimlari bilan boyitilgan. Ozozidan tormozlash, yo'l bo'ylab avtomatik harakatlanish, ko'r joylarni kuzatish, bularning barchasi endi standartga aylangan. Biroq bir funksiya bor. Chevrolet uni hozircha ommaga to'liq ochiqlamagan, ammo haydovchilari aytishicha, mashina haydovchining kayfiyatini ham aniqlay oladi. Ha, siz xafa bo'lsangiz, mashina buni sezadi va xavfsizlik parametrlarini kuchaytiradi. Bu haqiqiy inqilob. Agar shu joyni tushunmay o'tkazib yuborsangiz, juda katta yangilikni bilmay ketasiz. Endi esa eng muhim savol, dvigatel qanday? Chevrolet bu safar ham ishonchlilikdan voz kechmagan. 1.5 litrlik yangi avlod dvigateli yanada tejamkor, yanada jim, ammo kuchli. Shahar rejimida yoqilg'i sarfi kamaygan, trassada esa samaradorlik oshgan. Kelajakda elektr yoki gibrid versiyasi chiqishi ham kutilmoqda, lekin hozircha bu sir tutilmoqda. Shunday sirki, agar videoni o'tkazib yuborsangiz, bu sirlarning bir qismi sizni chetlab o'tadi. Suspensiya tizimi qayta ishlangan, yo'l notekisliklarini yumshoq yutadi. Yangi shassi esa boshqaruvni aniq, ishonchli qiladi. Mashina qo'lingizga yopishgandek bo'lib haydaladi. Sizni eng xavotirga soladigan savol, narxi qancha bo'ladi? Hozircha rasmiy ma'lumot yo'q, lekin Chevrolet maqsad qilgan segmentdan kelib chiqib, narx hamyonbop bo'lishi kutilmoqda. Bu esa uni o'z sinfida eng jiddiy raqoblardan biriga aylantiradi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Agar biror joyni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, siz Cobalt 2026 haqidagi juda muhim, hatto kelajak xaridingizga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni boy berishingiz mumkin. Vision Sprint bilan birga qoling, oldinda bundan ham katta sirlar bor.